Agar siz bank qarz bijirib uy setib olmoqchi bo'lsangiz, cho'qim tuvandagi filmni oxirigacha ko'ring. Bu film sizga 100 ming yuan tejab berishi mumkin. Siz bank qarzni burun qaytaratmoqchi bo'lsangiz, bu yerda inchki bir masala bor. Buningga cho'qim diqqat qilish kerak. Agar siz bankdan so'ramasangiz, buni hech kim sizga topolmaydi. Mazmunga qiziqsangiz, filmga yurak bergandan keyin meni Guanju qo'yib davomli ko'ring. Mutlaq ko'p qism xaridorlar ömürlük bank qarz bijirganda qaytirish yil sonini 30 yilga tangshaydi. Chunki bunda qilganda oyda qaytiradigan puli azroq chiqadi. O'ziga besim azroq bo'ladi. Lekin biz bu qarzni 30 yil bijirgan bilan balkim bu qarzni rostlanam 30 yil qaytarmasligimiz mumkin. Siz ömürlük bank qarz bijirib 1 yil to'liq topshirib bo'lgandan keyin o'zingizning amaliy ahvoliga asosan cho'ng nisbatda qarz qaytirishni tanlasangiz bo'ladi. Shunga siz qarz qaytirish usulini tanlaganda oylik qaytirish summasi o'zgarmaydigan, qaytirish muddati o'zgaradigan qilib tanlasangiz bo'ladi. Biz bir misol olaylik. Siz 1 million ömürlük bank qarz bijardingiz. 2 yil normal qaytirib bo'lib, siz 100 ming yuanni qaytarmoqchi. Agar siz qarz bijagan vaqtida qarz qaytirish usulini oylik qaytirish summasi azlaydigan, lekin qaytirish muddati o'zgarmaydigan qilib bekitgan bo'lsangiz, umumiy o'sim bo'yicha 90 ming ko'ytib olasizsiz. Agar siz oyda qaytirish summasi o'zgarmaydigan, qaytirish muddati azlaydigan qilib bekitgan bo'lsangiz, umumiy o'sim nisbatida siz 250 ming yuan tejib olasizsiz. Bunda bo'lganda farqi 150 ming yuan bo'ladi. Shunga biz do'stlarning ömürlük bank qarzi bijirgan vaqtida oyda qaytirish summasi o'zgarmaydigan, qaytirish muddati azlaydigan qilib bekitishini tavsiya qilamiz. Tushunmagan yerlar bo'lsa, pinujida so'z qoldiring. Men do'stingiz Ablis, meni qo'shib olishni, Guanju qo'yilishni unutmang. Ömürlük to'g'riliq eng yangi siyosatlarni vaqtida aniq anglaysiz. Urumchidan uy setib olaman desangiz, o'zim ishongan, o'zim xotirjam bo'lgan, sizga manfaat tepkildigan uylarni sizga tavsiya qilaman.